Hurmatli boylar. Men internetdagilarga aytyapman. Ertaga shu masala chiqib qolsa, hurmatli, bitta hurmatsiz va yana qolgan hurmatli boylar. Alloh hurmat qilsin hammasini. Senga Alloh boylik bergan bo'lsa, sen o'sha zakotingni ber deyish kerak. Alloh berdi boylikni. Onani qornida yozib qo'ydi boylikni. Ba'zi bir boylar bor-da, birodarlar. Namozini o'qiyveradi, hajga ham boraveradi, ro'zasini ham tutaveradi, zakotini bermaydi. Namoz o'qishi mumkin, ro'za tutishi mumkin va yana ibodatlarni qilish mumkin. Zakotga kelganda yoki bermaydi yoki hiyla qiladi. Men shunday odamlarni eshitaman ba'zi paytda. Zakotga yaqinlashgan vaqtida kattaroq uy sotib oladi. Zakotga yaqinlashgan vaqtda kattaroq mashina sotib oladi. Boy faqih, boy domla deb qo'yamiz-da buni. Boy zakot bo'yicha domla desangiz to'g'riroq bo'ladi. Zakot ilmida anchamcha odamni, anchamcha imomlardan ko'ra fatvoni yaxshi biladi. 200 ming dollarga mashina sotib oladigan bo'lsa, ana o'sha 200 ming dollardan yoki 100 ming dollardan zakot berilmasligini biladi-da. 100 ming dollardan 2,5 ming dollar zakot bo'lib ketishi kerak. 2,5 ming dollarni ham saqlab qolyapti, zakotdan qutulib qolyapti, yangi mashinalik bo'lib qolyapti. Keyin sal mavsum o'tib, yillik havlanul hawl deydi, 1 yil aylanib chiqishiga o'tgandan keyin yana bir taraflari qarab ketadi. Kim aldayapti bu birodarlar? Kimni aldayapti? Zakot bersangiz hech narsa hal bo'lmaydi, do'zaxdan qutulasiz xolos. Kambag'al tugab qolmaydi, kasal tuzalib qolmaydi. Hamma narsa hal bo'lmaydi, ammo siz do'zaxdan qutulasiz. Zakotni berganingiz uchun o'zingiz do'zaxdan qutulasiz. Nisobni kelib so'raydi. Ba'zi bir boylarimiz bor, masalan, nisobni so'raveradi. Xuddi har yil nisob o'zgarib qoladigandek. Nisob 85 gram oltindan deyilyaptimi? Tamom. Ana o'sha 85 gram oltindan boy odamlar o'zlari yaxshi biladi. Ayniqsa men bugungi shu tushuntirmoqchi bo'layotgan narsam boylarning hiylalari haqida. Hiyla qilmaylik. Alloh sizga boylik beryaptimi? Hiyla qilmang. Hech mumkin emas bizning dinimizda. Hiyla qilishing mumkin emas. Alloh taolo boshqalardan sizni ajratib qo'ydi, afzal qilib qo'ydi, boylik berib qo'ydimi? Shoshilib berish kerak. Hatto bizning mazhabda bir oydan burun berib qo'ysam bo'laveradi. Nimaga Ramazon oyida aytilyapti desa, Ramazon oyida ko'pchiligimiz zakot beramiz, birodarlar. Zakotga yetib bormagan odamlar duo qilsin, zakot berishga Alloh qodir qilsin.